Assalomu alaykum qadrdonlar, do'stlar, hammaga sog' salomatlik tilayman. Mana bugun o'tgan safargi videomizda tapinyorlar haqida aytamiz degandik. Mana bugun hozir o'shani to'liq ma'lumotini beraman sizlarga. Mana har xil tapinyorlar, birovlar tapetul deydi, o'shani har xillarini olib kelib qo'yibmiz. Har bir narsani hozirgi bozor iqtisodiyotida sifatlisidan sifatsizga qarab ketaveradi-da, arzon narxiga qarab, hamma o'zining hissasiga qarab oladi. Muammo yo'q. Mana bu arzonroq variantidan sal qimmatroq, yaxshi, effektivniy, yaxshi qimmat. Birovlar yaxshisini ber deydi, qimmat bo'lsa ham. O'shani hozir chiroyli qilib obzor qilib beraman. Qaysi qanday ishlaydi, qanaqangi plus tomonlari bor, qaysi tomonda minus tomonlari bor. Bundan tashqari mayda mana shunga ishlatiladigan lentalarimiz ham bor. Ularda ham bunga mana bu skobalari bor, ularni ham qo'shib hammasini qanday ishlashi aytib beraman hozir. Bundan faqat uzun bog'dorchilikka qiziqqanlarga ko'proq kerak bo'ladi bu narsa. Bitta ularni obzor qilib o'taman. Mana bunisi ishlatganman avvalam. Yaxshi, tapinyor, tapetul deydi birovlar. Buni novdalarni boylashga ishlatiladi, mana bunday holatda ishlatiladi, mana. Ishlashi yaxshi, zo'r. Ancha vaqt ishlatganmiz, baraka topganmiz, Xudoga ming qatla shukr. Endi bundan yana mukammallashib yangilari chiqib ketyapti. Bu salgina ishlashi ozroq anaqa bo'ladi-da. Qattiqroq bo'ladi, ozroq mehnati bor. Endi bundan keyin mana bu yangilari chiqdi. Ishlashi juda oson, yengil. Uncha-munchaga atkas qilmaydi. Zo'r, cho'tki chiqaradi mana shu. Endi bu ham yangilardan, bu ham mana bunga o'xshabroq ketadi. Bu yangicha stil ekan. Nima deydi? Выпуска-da, выпуска. Ikkalasi bir-biriga o'xshaydi. Выпуска yangiroq выпускasi. Endi mana bu yerda yana bitta yangisi chiqqan. Buni narxi sal qimmatroq. Ishlatib ko'rdim, bu ham juda ham zo'r, mukammal ishlangan. Detallari ham toza detal. Hech qanaqa ayb nuqsoni yo'q, hech qanaqa mana bu zapravka qiladigan joylari ham bor, mukammal, hammasi cho'tki. Juda zo'r ishlangan, ixcham, udobni. Bog'bonlarimiz mana tokzorlarda novdalarini boylashadi. Qiynalishadi, ikki qo'llar bilan unaqa buni ishlab ko'rganlar biladi. Bittalab qachon boylayman deydi. Buni hozirgi novdasi boylanadi. Keyin ko'karib chiqqandan keyin bahorda may oyida ko'k novdalari boylanadi. O'sha vaqtda juda qo'l keladi-da bu narsa. Buni ishlatib ko'rgan odam mazza qiladi. Bitta mana shunaqa olgan odam 4 ta odamning ishini qiladi-da, bemalol shipillatib ketadi. Ish quroling so'z bo'lsa, mashaqqating oz bo'ladi, buni hamma biladi. Yana bir bor aytib qo'yaman. Meni tanlovim mana shu 4 xil bo'lsa, meni tanlovim hozircha mana shu. Narxi ham hamyonbob, zo'r, yaxshi. Mana bu ham zo'r. Tamom, bu ham zo'r, haqiqatan zo'r narsa. Lekin sal qimmatli qilishi mumkin ayrimlarga-da endi. Puli ko'plar olib ishlatsa bo'ladi, zo'r. Meni tanlovim mana shu. Sredniy narx, yaxshi ishlaydi. Mana bu qilgan ishni bu ham qiladi. Mana bu qilgan ishni bu ham qiladi. Bu sal yengilroq varianti, yangi выпуска. Buni tavsiya qilganimdan birinchi sababi, boya ham aytdim, buni ham ishlatganman, bunisidan ham ishlatganman. Bunga nisbatan bu yaxshi, ancha aqlli, atkas qilmaydi. Men bunda xo'p ishlatdim, baraka topganman buni ham. Lekin atkas qiladigan joylari bor-da, bir ikkita o'zini. Ayrim nozik joylari bor, ishlamay qolish ehtimollari bor. Lekin ehtiyot qilib ishlatsa ancha ishlaydi bu ham. Mana bu lekin olganimdan beri bultur mana shuncha bog'da ishlatib chiqdim, biron marta atkas qilgan. Na pichog'i, na boshqasi hech narsa atkas qilgan yo'q. Bunda faqat mana bitta pichoq ketish mumkin. Mana pichoqchasi bor mana. Ko'rinyaptimi? Mana shu narsa o'tmas tashib qolishi mumkin. Shunda ham buning zapchaslari cheklanmagan miqdor. Bu arzimas narsa bu. Topib beraverlar mana. Juda ko'p. Qancha desa topib beramiz bundan. Mana bu yerda bunga ketadigan lentalari mana. Lentalarning ham ikki xili bor. Bu bittasida ko'proq, bittasida kamroq. Bittasi sifatliroq, bittasi sifatsiz ham yomon emas, yaxshi ishlayveradi. Kupaga qo'yiladi. Buning ichida keyin buni mahkamlaydigan mayda skobasi bor. Bitta pachkada 10,000 dona bo'ladi, 10,000 ta dona. 10,000 ta novdani boylashga yetadi. Ayrimlar so'rayapti bir ikkitalar, bu narsalarni zapchaslarini qayerdan olamiz? O'zimizdan olasizlar, chiroyli qilib mana yetkazib beramiz. Buni achib surog o'tib qoladigan narsa emas. Mana pachkasi bilan turadi. Mana bitta pachkada 20 ta dona bo'ladi. Endi mana bitta qaratingda, ikki xil bor-da bu yerda, ikki xil. Bittasi bunisi 50 metr, bunisi 70 metr. Buni sifati sal yaxshiroq. Sifati yaxshiroq deganda boyagi mahkamroq turadi-da. Xohlovchilar bundan olsin, xohlovchilar bundan olsin. Muammo bo'lmaydi hech qanday. 2026-yil fevral oyiga ham kirib keldik. Mana chorvani
anaqasi chiqdi, chillasi chiqdi. Mana hozir dehqonni chillasi ham chiqdi. Bugungi chislo xudo xolasa 11-fevral. 10-fevralda chiqadi deydi. Endi xudo xolasa nasib qilsa payvandlash vaqtlari yetib kelyapti. Payvand uchun kerakli birikta tavsiyalar beraman sizlarga. Mahsulotlarimiz bor payvand uchun. Mana payvand qiladigan lentalar. Ayrimlar salafanlarni qirqatday bir chiroyli o'ralmaydi-da, ham yaxshi yopishmaydi, havo kirib qoladi. Mana bu payvand lentalarimiz bor. Mana chiroyli zo'r o'raladi payvandni. Payvand uchun lentalarimizni olib qo'yganmiz. Mazza qilib payvand qiladi. Bu bilan payvand qilgandan keyin garantiya bo'ladi-da. Yopishib qoladi o'ziga. Buni har xillari bor. Har xildan topib beramiz biz. Bu oddiy обычный. Mana bu prozrachniy, sal nozikroq novdalarga, ingichkaroq nozikroq novdalarga yoki kurtak payvandlarga juda zo'r qo'l keladi. Mana bu iskana payvandning o'rtacha qalamdan kattaroq bo'lgan novdalarga zo'r bo'ladi. Mana yana bitta lentamiz bor. Bu inliroq, mustahkam, pishiq, qalin boyagi novdalarni qirqib payvand qilgan vaqtlari mana shu juda zo'r bo'ladi. Yaxshi yopadi kesilgan joylarni. Do'stlar, bu yerda buni uzunligi qanchaga yetadi deyish mumkin. Mana bu yerda 400 metrdan ziyodda, anaqasida 420 metrma qancha yozilganda. Mana bu unisi sal kamroq bo'lishi mumkin, uncha zich o'ralmagan. Bu nozikroq novdalarga mana tortgan vaqtda cho'ziladi, mana cho'zilib ketadi. Nozikroq novdalarda uni javna qattiq qisish shart emas. Cho'ziladi-da bu narsa. Endi mana bunga keladigan bo'lsak, bu juda ham mahkam narsa mana. Qalin tisha sopida, ketmon sopida, даже undan ham kattaroq bo'lgan daraxtlar payvand qilganda ham bemalol tarang qilib o'rab tashlasa, mahkam ushlab qoladi. Bu tapinyorlarni ishlatganda bog'da ko'tarib yurishga sal noqulayroqda. Ko'p ishlatganimiz ildirib qo'yamiz, tushib ketadi, bu yoq bo'ladi-da. O'shanga arralarga, toqqaychilarga mana bu sumkachalarimiz ham bor mana, chiroyli qilib. Juda ham mahkam pishiq ishlangan, u yirtilmaydi, boshqa bo'lmaydi, necha yillab ishlatasiz. Katta kistachasi bormi ichida, katta. Uni ichiga bemalol mana shunday solib qo'ysa ham turaveradi. Yonlariga mana toqqaychilarni tiqib qo'ysa bo'ladi mana bunday qilib mana. Toqqaychini tiqib qo'ysa bo'ladi. Bu tarafda yana arra soladigan joylari ham bor ekan mana. Bog'bonlarga ishlatayotganda arralarni mana shunday tiqib yuboriladi, arra belga taqib olinadi. Remeni bilan belga taqib olinadi. Chotki maza qilib ishlaydi-da. Bundan kattaroqlari ham bor. Bu maydaroq varianti. Mana. Bu kattaroq varianti. Chiroyli qilib ishlangan, yelkaga osiladi и yonida belga qistirib qo'yadigan joyi ham bor. Belga taqib olib, udobna qilib, mashina qilib ishlab ketilaveradi. Bunga ham xuddi shunday kistachasi mana kengish, bemalol mana buni solsa ham bo'ladi, mana buni solsa ham bo'ladi. Даже mana buni ham solib qo'ysa bo'ladi, mana buni ham. Ko'proq ish bo'layotgan bo'lsa, bemalol ketaveradi. Yana bitta yangiligimiz bor sizlarga. Mana toqqaychini solib qo'yadigan bitta idishchamiz kelgan, mana chiroyligina mana. Zo'r. Kojinning o'zi ham bu zo'r mana. Tirs solasiz bo'ldi. Mana yerda remenga qistirib qo'yilar ekan, remenga. Xud bu yerga, xud bu tarafga qayoq udobni bo'lsa qistirib qo'yaverasiz. Toqqaychini solasiz ketaverasiz. Kattasi 80 ming so'm, bunisi 60 ming so'm. Maydasi 60 ming so'm ekan. Birdaniga aytib o'tay. Mana bu narsamizning narximiz 50 ming so'm. Arziydilik. Bitta olsangiz 10 yillab ishlatasiz. Bu mahsulotlarni, tapinyorlarni narxi, lentalar, balki mana bu skobalar, mana bu lentalar, payvand lentalar haqidagi ma'lumotlarni telefon raqamlariga telefon qilasizlar. Narxi sifatiga qarab har xil bo'ladi-da, endi bir xil bo'lmaydi. Sifatliroq, narx har xil bo'ladi. O'shaning uchun telefon qilsalaringiz javob beramiz. Agar telefon ko'tara olmaydigan bo'lib qolsak, Telegramdan yozsalaringiz ham bemalol hammasiga javob beramiz. Hech kim javob olmasdan qolmaydi. Narxlari unaqa qimmat emas, kelishtirib beramiz hammasini. Sifatiga qarab oxirgi vipiskalarga bor. Mana birinchi vipiskasidan oxirgi vipiskasigacha bor hammasini. Dastavkalar bor. O'zbekistondanmiz, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston, O'rta Osiyoga bemalol dastavka qilib beramiz. O'sha do'stlarimizga yetkazib berishga naqalarimiz bor. Dastavka xizmatlarimiz bor. Bu tapinyorimiz mana shunaqa boylashlarga kerak bo'ladi. Hozir boylansa bo'ladi, keyin ko'knovda chiqqan vaqtda o'sha ko'knovda ham xomtakdan keyin boylanadi. O'shanda uzumlaringiz chiroyli bo'lib taraladi, chotki chiqadi. O'sha boylanmasa chiroyli chiqmaydi. Yaxshi yopilmaydi, uzumlar tepada, pastda har xil bo'lib qoladi. Pastdagi tepaga boylanadi, tepadagi pastga boylanadi. Mana shu o'sha ishni bajaradi.
bog'ingizni chiroyli bo'lishi uchun, odam havas qiladigan, hosillaringiz sifatli bo'lishi uchun mana shu juda katta rol o'ynaydi, boylash. Bu yerda qarangizlar, e'tibor qilingizlar-da. Boya aytdim, lenta, payvand lentasini ko'rsatdim-ku. Bu men o'zim qilib ko'rsatganim ko'rsataman mana. Mana bu plyonka mana. Bultur qilingan payvand mana. O'sha plyonka bilan qilingan. Payvand lenta bilan mana. Payvand qilingan natijasi bultur bahorda qilingan payvand mana olingan. Mana bu yerda ham olingan payvand. Bulturga payvand. Mana bu ham payvand. Mana bunisi ham payvand. Qarang qanday yaxshi olib ketgan, vobshe zo'r olgan. Endi mana bu tubimiz boshqa tub. Husayniga F1 navini payvand qilganmiz. 1 yilda birdaniga mana shu tubimiz polni F1 naviga aylandi. Agar mana shu darajaga yetkazaman deb ko'chat ekadigan bo'lsam, kamida bir 4 yil yoki 5 yil vaqt sarflayman-da. Bultur mana bu payvand qilganimiz hali 1 yil bo'lgani yo'q. May oyi kelsa 1 yil bo'ladi. Hali 1 yil bo'lmagan holatiga qarang. Mana shu holatda mana shu yil bemalol mana shu uzumdan daromad olamiz. Sizlarga men tavsiya qilaman, uzumlaringiz bo'lsa, birdaniga tagidan kesib tashlamasdan mana shunaqa payvandlarni o'rganib, natija olishlaringizni tavsiya qilaman. Bu yaxshi novda baquvvat, kuch beradi zo'r. Yangi ayrimlar bor, tagidan ko'lab boshqa ekaman, nov yomon ekan deydi. Buni payvand solishi hech qanday muammosi yo'q. Zo'r bo'ladi. Ayrim xonadonlarda bo'ladi, ayrim xonadonlarda 2-3 ta uzumi bor, yaxshi emas. Mayda bo'lib qolgan, vinni uzum chiqqan birovlar, ayrimlar adashib boshqa uzum ekib qo'ygan yoki navni almashtirmoqchi, yangi navlar ko'payyapti hozir. Mana shunaqangi xizmatlar, payvandmi yoki uzumlari shakli noto'g'ri, qiyshiq-mishiq o'sib ketgan bo'lsa, buni qanday to'g'rilash kerak deb bosh qotayotgan insonlar bo'ladigan bo'lsa, shogird ukalarimiz bor, bemalol ekrandagi raqamlarga murojaat qilishsa, biz shogird ukalarni jo'natamiz, maslahatlashamiz, boshqa qilamiz. Men o'zim maslahatlar beraman, chiroyli, kerakli bo'lgan maslahatlarni beraman. O'shanga qarab shogird ukalar borib, o'zlari qirqib, to'g'ri maslahatlar berib, tagiga qanaqa ozuqa berish kerak, qachon payvand qilish kerak, qanaqa payvand qilish kerak, kerak bo'lsa mana shu qanaqangi navlar hozir trendda deganim endi bu istiqbolli navlarda kelajagi bor, yaxshi, mazasi yaxshi, chiroyli, shakli yaxshi, o'shanaqa navlar, bozorbop navlar, o'shalar haqida ham maslahatlashib, qanaqa navlarga payvand qilish kerak, o'shalarga ham maslahat beramiz. Xizmat qilib beradi, payvandlar ham qilib beradi. Nafaqat Jomboy tumani, Samarqand viloyatining boshqa tumanlarida, hattoki O'zbekistonda ham boshqa viloyatlariga agar kelishsak, borib qilib beraveramiz xizmatlar. Xizmat qiladigan ukalar bor. Tapinyorga yana bitta urg'u beraman, e'tibor berasizlar. Bu narsani mana bu novdalarni boylashga hozir ishlatyapmiz biz. Mana bu chiroyli qilib boylanadi mana bunday. Mana shamol pomolga o'tib ketmaydi endi, boya bu tarafda turdi, endi ushlab turadi. Bu faqat hozir buni emas, keyin mana bu yerda yangi novdalar chiqaradi. Bitta novdada 10 ta, 8 ta, 10 ta chiqargandan keyin har bittasini bittalab qo'lda boylab chiqish juda qiyin bo'ladi. Mana shu vaqtda mana shu tapinyorimiz ish beradi. Tasavvur qiling, mana shu yerda novda chiqdi birdaniga. Bitta qo'ldan bostiriladi, boylanadi. Bostiriladi, boylanadi. Bostiriladi, boylanadi, ketyapti. Zo'r bo'ladi. Bu keyin bitta plus tomoni qisib qolmaydi, bo'g'ib qolmaydi. Optovka o'zi kerakli bo'lib qolgandan keyin, keraksiz bo'lib qolgandan keyin o'zi uzilib ketadi, oftobga kuyib yoki bo'lmasa o'zingiz tortgan vaqtingiz uzilib ketadi, qirqqan vaqtimizda. Ip bilan boylaydigan bo'lsak, bo'g'ib qoladi. Uzum bog'i borlarga bu juda ham kerakli narsa, juda ham foydali narsa, yordamchida bizga ish. Bitta o'zi 3 ta 4 ta odamning ishini bajaradi. Ishchi kuchi qimmat. Bu sizdan non talab qilmaydi, boshqa qilmaydi. Faqat siz o'shani to'g'ri bajarsangiz bo'ldi. Mana bunaqangi qalin joylarga ham bo'laveradi. Обязательно mayda narsa emas, qalin joyga ham bo'laveradi mana. Mana ketdi mana. Keyin o'zi turadi. Agar olinish kerak bo'lsa, bitta qarating, tortib yuboramiz mana. Hoppa, ketdi mana. Kerak bo'lsa yana boylab qo'yamiz. Mana, ketdi mana. Yiqilib qolmaydi. Nafaqat uzum. Pomidormi, teplitsasi borlar, pomidormi, bodringdimi ipga qarab tortib ketish uchun mana shu ish beradi. Tars boylab ketilaveradi. Chiroyli bo'lib turadi, yiqilib ketmaydi, tepagacha boylab chiqilaveradi. Videolarimiz manfaatli bo'layotgan bo'lsa,
layklarni bosib qo'yingizlar. O'zlaringiz kommentariyalarda fikrlaringizni qoldiringizlar. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun podpiska qilib qo'yingizlar. O'zlaringizga ma'qul kelgan bo'lsa, boshqalar ham shu ma'lumotlardan foydalanishi uchun boshqa do'stlaringizga ham jo'natib qo'yingizlar. Keyingi bo'ladigan videolarimiz yana ham qiziqroq, mazmunliroq bo'ladi. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Xayr.